Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Xudo xolasa Centrum Holidays ofisiga tashrif buyurganmiz. Sizlar bilan bugun 14 kunlik umra safarida to'liqroq ma'lumot olishga kelganmiz. Bizga yaqindan yordam berayotgan Muhammad Rasul hoji akamiz oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji aka, Xudo xolasa bizga qulay reyslar, tartiblari, qonun qoidalari va shart-sharoitlarni qisqacha va obunachilarimizga tushuntirib bersangiz. Xo'p, bizdan Toshkent, Termiz, Namangan va Farg'onadan reyslarimiz bor. Bu oyga asosiy. Xo'p, Toshkentdan 9-13, 20-23, 27, 30-iyul kunlariga reyslarimiz bor. Termizdan 19-iyulga va 2-16-30 avgustga ham qabullarimiz ochilgan. Avgustga ham qabullaringiz ochilgan. Ha, avgust. Mashalloh. Xo'p, Farg'onadan 15-29-iyulga qabullarimiz bor. Judayam zo'r. Xudo xolasa niyat qilib yurgan insonlar bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga bemalol telefon qilishingiz ham mumkin. WhatsApp, Telegram, imo sizlar uchun ishlab turibdi. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaylik. Sizlarga endi 14 kun davomida oddiy shart-sharoitlar bilan gaplashamiz. Xudo xolasa Madina-i Munavvarada ham, Makka-i Mukarramada ham shart-sharoitlarimiz, mehmonxonalarimiz, servis xizmatlarimiz va albatta ko'pchilikni qiziqtirayotgan shifokor masalasida ham gaplashib o'tamiz. Bo'lmasa Muhammad Rasul hoji akamiz Madina-i Munavvaradagi sharoitlarni tushuntirib beradilar. Xo'p, bizda parvozlar asosiy Toshkent, Jidda asosiy yo'nalishlarimiz shu. Xo'p, Jiddadan to'g'ri Madinaga boriladi. Madinadan birinchi mehmonxonaga joylashtiramiz. Mehmonxonada shart-sharoitda agar damongiz kelsa bir 2 soat dam olib, keyin to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilgani kiramiz. Ravza-i Sharifga. Ravza-i Sharifga. Xo'p, Madina-i Munavvarada 4 yulduzli ishlam joylashgan mehmonxonamiz. Albatta, Xudo xolasa Madina-i Munavvarada o'zi 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. Asosan vaqtlari ibodat bilan o'tadi. Asosan Madinada iloji boricha ibodat qilganlar ma'qul. Bu ziyoratchilarimiz uchun foydali ma'lumot bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, Makka-i Mukarramadagi mehmonxona, servis xizmatlari, qulaylik tomonlari va albatta gid xizmatlarini tushuntirib bersangiz. Xo'p, Makka-i Mukarramada asosiy 1 va 2 kilometr oralig'ida mehmonxonalarimiz mavjud. Asosiy Rose Garden. Asosiysi. Keyin 4 yulduzli mehmonxonalar hammasi. Albatta. Sharoitlari Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Bu juda ham zo'r, ama ziyoratchilarimiz uchun. Bitta 50 bosh xizmati. Iloji boricha 50 boshlarni sinchiklab, yaxshilab, o'zimiz tekshirib, keyin jo'natyapmiz. Iloji boricha u ko'pchilik ziyoratchilar yaxshi bo'ladi. Ziyoratchilarimizdan maslahatlashib, oldinga yaxshi ma'qul kelgan 50 boshlarni jo'natyapmiz. Xo'p, hoji aka yana bitta narsani eshitganman sizlarni 50 boshlangan haqida. Xudo xolasa, masalalarni biz ko'p eshitamiz. Jumaga borganimizda ayollarimiz jumada masala eshitmaydi. Ko'pincha 50 boshlarimiz ham shu haqida safarda darslar berib o'tarkan, chiroyli masalalar qilarkan ayollarimizga, hoji-onalarimizga, hoji dadalarimizga. Xudo xohlasa u bo'yicha alohida o'sha ibodat asosiy umra ziyoratini qilib bo'lingandan keyin asosiy masalalar 50 boshimiz tomonidan ayollarga alohida, erkaklarga alohida yarim soat, 1 soat bo'lsa 2 soatgacha vaqt ajratib alohida uni tushuntirib berishadi. Mashalloh. Xo'p, hoji aka, Xudo xolasa obunachilarimiz uchun kerakli ma'lumot oldik deb o'ylaymiz. Hurmatli obunachilar, hoji akamiz videoga birinchi marta tushayotganligini hisobiga kamchilik, xatoliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaydi. Like, podpiska bosishni unutmang. Xudo xolasa Centrum Holidays niyatingiz yo'lida siz bilan birga. Siz Namangandanmi, Farg'onadanmi, Toshkentdanmi, Termizdanmi, Samarqand, O'zbekistonning 12 ta viloyatdan qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy sizga bemalol mana shu ekranda ko'rsatilgan raqamlar siz uchun doim yonib. Xudo xolasa siz qo'shni davlatdanmi, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston behijolat WhatsApp orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga foydamiz teggan bo'lsa xursand bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmaylik, o'zlaringizni ehtiyot qiling. Jonlaring omon bo'lsin.